boshqa joyda kuniga 5 million so'm pul beraman desangiz ham ishlamaydigan odamlar bugun shunchaki tekinga ishlayapti. Bu yerda asl biznes egalari ham ishlayapti va o'zimizda aka-ukalarimiz, mahallani bolalari ham shu yerda tekinga xizmat ko'rsatyapti. Videoni oxirigacha ko'ring, ishoning, mazza qilib olasiz. Bugun Zarifa xolamizning uyini fundamentini qo'yapmiz. Xudo xohlasa biz sizlar bilan birlashsak, mana shu uyni bir oyda siz bitta yordamingiz sababli tugatamiz. Sizni videoga bitta like bosib, kommentariy yozib, do'stlaringizga jo'natib qo'yish orqali mana shu uyimiz inshaalloh bityapti. Qarang, bu yerda kimlar bor? Faxriddin aka, Empress Mebel, katta biznes egalaridan. Otabek aka, Shukrona restoran, Baraka market egasi, undan tashqari Angor Optim, Baxtiyor jigarimiz, ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan Umid jigar, ya'ni Voha chef. Undan tashqari Shoh bilyard egasi, Shohroz akamiz ham hammasi shu yerda. Asqar, seni bitta uy qurib berishga imkoniyating yetadi. Agar imkoniyating yetmasa ayt, o'zim qurib beraman. Bu kommentariyaga nima deysiz aka? Shunaqa kommentariy yozib, shunaqa o'ylayotgan odamlar har kuni bizga 10 lab, 15 lab odamlar telefon qiladi, yordam so'rab telefon qiladi. Ularni dardini eshitsangiz ko'zingizga yosh keladi-da. Qaysi biriga yordam berish bilmasdan tanlov qila olmay qolasiz. Joyi keladi, telefonlarni ko'tara olmay qolamiz. Nima deb javob berish bilmayman, chunki ular juda ko'p. Bir oyda hisoblab ko'ring, qancha odam bo'ladi? 200-300 odam bo'ladi. Uncha odamga bitta odamning o'zi qanaqa qilib yordam berish mumkin? Biz faqat sizlar bilan birlashsakkina o'sha odamlarga birgalikda yordam qilishimiz mumkin. Sizlarga savol, 3 kishiga o'zimiz yonimizdan yordam berganimiz yaxshimi yoki sizlar bilan birgalikda minglab odamlarga yordam qilganimiz yaxshimi? Do'stlar, endi beton quyilyapti, hali kamchiligi juda ham ko'p. Bilasiz, uy qurish oson emas. Agarda ehson qilaman deganlar bo'lsa, bemalol ekranda yozilgan kartalarga 5 ming, 10 ming qo'lingizdan kelgancha 100 ming, 200 ming umuman farqi yo'q. Yordam qilayotganlardan hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Agar yordam qilishga imkoniyatingiz yetmasa, agar sizdan bittagina iltimosimiz, mana shu videoga bitta like bosib, kommentga xohlagan so'zni yozib keting. Biz juda ham xursand bo'lamiz. Mana shuni o'zi ham ehsonga kiradi azizlar.